Odam tunda uxlaganda badanidan har xil kasalliklar chiqib ketar ekan. Ko'p kasalliklarni oldini olishda yana bitta usuli. Avvalgi ota-bobolarimizni eslasak, bolam yotishda bunday yotgin, turishda bunday turgin degan har bir gaplarida o'ziga yarasha hikmatlar bor. Masalan, tunda o'rnimizga kelib yotayotganimizda qiblaga qarab, o'ng tomonimizni bosib, yotoq o'rindig'imizni biroz qoqib yorishlik, ya'ni qoqib yuborishlik ham bir hikmati bor. Xo'p, tunda qiblaga qarab uxladik. Avvalgi aytganlarimizga o'ziga yarasha duolari, o'ziga yarasha vazifalari. Endi tundagi uyqu bu. Tundagi uyqu qiblaga qarab yotishlik, o'ng tomonni bosib. Ana endi erta bilan quyosh chiqayotganda qaylula uyqusi bor. O'sha yotgan o'rindig'imiz, to'shagimizni tashqariga olib chiqib, yaxshilab qoqib, endi qiblaga boshimizni qilib, quyosh chiqadigan tarafga oyog'imizni uzatib yotishlikda ham hikmat bor. Albatta o'rindiqda qoqishlik kerak. Buni hikmati nimada desa, odam tunda uxlaganda badanidan har xil kasalliklar chiqib ketar ekan. Ba'zilar tanadagi zamburuqlar, mayda ko'zga ko'rinmas zamburuqlar, ya'ni yotoq o'ringa tushib qoladi. Shuni qoqib yuborishlik kerak degan kitoblarda shunaqa tavsiyalar keladi. Mana shu ikkita uyquda, ya'ni tunda qiblaga qarab o'ng tomonni bosib yotish, quyosh chiqqandan keyin o'rindiqni qoqib yuborib, qiblaga boshimizni qilib, oyoqni quyosh chiqadigan tomonga qarab yotishlikda juda katta hikmatlar, foydalar bor, azizlar. Mana ko'p kasalliklarni oldini oladi. Eskilar aytadi, kasallikni bartaraf qilgandan ko'ra uni oldini olgan yaxshiroq. Foydali bo'lgan bo'lsa biz xursandmiz. Yana so'zimni oxirida aytaman. Agar sizda jigar sirrozga o'tib ketdi, gepatit B, D, qorinlar, oyoqlarga atsit to'playapti, yoki gepatit C, jigar qotyapti. Shunaqa kasalliklar bo'lsa, mana shu quyidagi raqamlar meni shaxsan o'zimning telefon raqamlarim, bemalol murojaat qiling. Sizni Hindistonning eng yetakchi klinikalariga tavsiya qilib, operatsiya qildirib, buyrak sohasi, mochavina ko'tarilib ketgan, kreatin baland, dialezga yotib qoldi, qiynalyapti. Buyrak sohasida ham Dehlida 37 yillik tajribaga ega bo'lgan doktorlar bor. Shifo karvoni Medical Turizm qonuniy firma sizni va sizni yaqinlaringizga kun-tun xizmat qilishlikka tayyor.